O'tgan 3 oydan buyon muntazam ravishda har oyning oxirgi yakshanbasida Ichki ishlar vazirining shaxsiy qabuli o'tkazib kelinmoqda. Yuridik va jismoniy shaxslarning murojaatlarini o'rganishda tizimli ish tashkil etilganligi, eng muhimi, tashrif buyurgan har bir fuqaroning ariza va shikoyatlari batafsil o'rganilib, yechim topilayotganligi tizimga bo'lgan ishonchni yanada oshiradi. Navbatdagi sayyor qabulga ham ko'rib turganingizdek, yuzlab murojaatchilar tashrif buyurishgan. Ular uchun Ichki ishlar vazirligi Transport va turizm obyektlarida xavfsizlikni ta'minlash departamentida zaruriy sharoitlar yaratilgan bo'lib, barchasi ochiq va shaffof tarzda tashkil etilgan. Davlatimiz rahbari tomonidan belgilangan aholi bilan ishlash bo'yicha ustuvor vazifalarning samarali ijrosini ta'minlash maqsadida joriy yilning 25-may kuni Ichki ishlar vazirligi rahbariyati tomonidan fuqarolar uchun navbatdagi qabul tashkil etildi. Qabul jarayonida aholi murojaatlarini o'rganish, ularni samarali hal etish, xalq bilan ochiq muloqot o'rnatish hamda aniqlangan muammolarni bartaraf etish masalalariga jiddiy e'tibor qaratildi. Tadbir doirasida fuqarolardan ichki ishlar organlari faoliyatiga oid jami 491 murojaatlar qabul qilinib, atroflicha o'rganildi. Murojaatlarni ko'rib chiqish jarayonida fuqarolarning real ehtiyoj va talablarini inobatga olgan holda uzoq yillar davomida yechimini topmay kelayotgan muammolarni aniqlash va bartaraf etishga alohida e'tibor berildi. Tadbirkor sifatida aytaman, muhtaram yurtboshimiz xalqni yaxshi yashash uchun, tadbirkorlarimizni muammolariga duch kelmaslik uchun juda ham ko'p qaror va farmonlar ishlab chiqaryaptilar. Mana shunday vazirlarimizni sayyor qabullarini qilib beryaptilar. Bu uchun avvalo yurtboshimizga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Bu bizlarning ertangi kunga yaxshi yashashimiz uchun, iqtisodimizni rivojlanishi uchun, hech qanday masala va to'siqlarga duch kelmasligimiz uchun tashkil qilinyapti. Mana buni mevasini men hozir o'zimda ko'rdim. Men qizim uchun murojaat qilib vazirlikka chiqqandim. Mana ishimni ijobiy hal qilib berdi. Haqiqat bor ekan. Bizlar shunday sharoitlar yaratib berib, xalqimizni o'ylagani uchun prezidentimizga kattadan katta rahmat. Taqdim etilgan murojaatlarning 187 tasi 38% tegishli tartibda ijobiy hal etilgan bo'lib, ko'rib chiqilishi vaqt talab qilganligi sababli 304 ta murojaat 62%ni o'rganish masalasi qat'iy nazoratga olindi. Bugungi davrda ichki ishlar organlari tomonidan joylarda aholi bilan ochiq muloqot o'rnatishga alohida ahamiyat berilmoqda. Barcha darajadagi rahbarlar tomonidan sayyor qabullar, yuzma-yuz uchrashuvlar hamda murojaatlar bilan ishlash tizimli asosda tashkil etilmoqda.